Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifle Tarihi namlı kitabıda dersimiz devamda. Biz Abbasilerin 10. halifesi Cafer el-Mutevekkil alallah laqımı ile meşhur bolgan. Bu sultanın, bu halifenin hayatı ile tanışıp çıkvatımız. Bu adam bugünkü bu derste Peygamberimizin nevirsi Hüseyin raziyallahu anhu'nun kabirsini buzgallığı ta'kidlanıptı. Hüseyin raziyallahu anhu'nun kabirsi Irak Kerbala deydi. Abbasilerin payitaxtı Irak'ta, Bağdat'ta. Yani yakın. Kerbala'ya yakın etrafta. 236 yıl boğan vaxtıda derhal yarlıq buyruq düşürüp Hüseyin raziyallahu anhu'nun kabirsini buzup taşlayıp etti buyur. Etraf üylerini buzup etti. Bu dihqonchilik meydanı qilishga buyurdu. Kişilerini ziyaret qilishdan çekildi bu kabirni. Bu haq terakchilik qiladigan yoki bir qism yerlari cho'l, jangalga aylanib ketdi. Endi hozir masalan Kerbala'dagi o'rin bir cho'ng bir shahar. Şu Mekke'nin Beytullah'ın tavaf kılğanға o'xshash Şialar İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, dünyanın hem yerden keladi. Bugün onun üstüne bu ders biz Aşura gününün 10. günüge udul kelip sözlenip bu. Hazır belki hazır muş peytinin özü de Kerbala'nın özü de Şialarnınki özünü uruvatkan, zincir bilen bedellerini kantıvatkan Kerbala'daki Hüseyin raziyallahu anhu'ga içingan haletlere, faaliyetleri eksiltiyotudu. Bu kabirni çıkıştaki mesele Mutevekkil özü nasibi idi söyle meşhur idi. Hem de nasibiyle bu Şialarga karşı nasibiyle hem de şu İslam tarihinde bu bir xil firqa Şialarga karşı. Bular dergisi o'xshamaydi. Bularning ichida masalan Ali ibn Abu Talibning jamoatini yomon ko'rdiganlar bo'ldi. Bu nəhayət radikal aşqın türdikilari. Lekin normal türdikilar bor, Şialarniki bu qalayimqan, bu bidat faoliyatlarini yaxshi ko'rmaydigan. Yoqtirmaydigan, buning qarshi turadigan. Bularni munosibilar deymiz. Bu sunnat kinoyati münasip yakınırak taraftarları. Hem de bu Cafer bu kabrini çıkıp etkendeki Müslümanlar bundan bek azaplangan. Hatta Bağdatlıklar bunu tam mescitlerge bunu tillap xat yazgan. Hatta şairler mi bunu həcvi şiirlerini okuyan bu haqda. Bu hakkında deyilgen söz şiirlerden tüvendik şiir. Şiirinin mezmunu Ezbur-i Xuda Umayyalar Peygamberimizin kızının oğlunu yani neverisini zulmen mezlum peti öldürgen bolsa hem de onun dadısının balları dedi. Yani Hüseyin'in ki çoğun babası Abdülmuttalib Haşimiler Abbasiler mi Haşimiler tutuşudu. Bu da yani bir dadının balları. Yani dadısının balları şunu okşaş işini bir yer kılıbatıdı. Bunun kabirsi elbette vallahi bir yer buzup taşlanıp gitti. Kumpeykum konu buzup etti. Hatta bula tıkı bile tan öldürmegenge tıkı bul efsini atıdı. Boğazı tan öldürüşmegen bolsa hoşal oladı. Lekin çirip ketken, ölüp sönkü kalgan bu ölükni, kuruk cesetni buzup bunun azabı vatıdı degan mezmun aks etgan. Bu orqali hamda Mutevekkilni bir ahonatlavatıdı. Hamda Mutevekkilninki şu zamanida Misrning ayni vaqtidagi qozisini nəhayət ko'p xo'rlagan bu podshoh saqilni tushirib etgan. Ayni vaqtida bu saqilni tushirib etish qozilar tarafidan bu bir xo'rlash. Mesela eshak ta'ti mindirish degandek ishlar bu xo'rlashninki simvoli. 237 yıl boğan vaxtıda Mısır'ın valisiga adam evetip Mısır'ın aynı vaxtidaki Qazil Quzzat
Bütün qazilarning qazisi Ebu Bekir Muhammed ibn Abi Leys'ning saqilini tushirib deb buyruq tushirdi. Buni urib, eshakning to'piga mindirib sazoy qilishga buyurdi. Ashta qildi dedi Jaloliddin Suyuti. Bu qig'ash nima degan yaxshi, bak bilan bo'ldi, obdan bo'ldi, xo'p bo'ldi dedi Jaloliddin Suyuti. U zolim odam edi dedi. Jahmiylarning katta boshlaridan edi. Bu shu Mu'tazila firqalari bilan teng Qur'onni maxluq degan qarashni yoqlagan qozilar bo'lsa kerak. Yani bu qozining o'rniga İmam Malikning shogirdlaridan bo'lgan Haris ibn Miskin degan odamni qozi qilib belgiladi. Bu odam unumay. Amni yuqorqi qozini ahonatlab, xo'rlab, kunni yigim qamchi urishga buyurdi. Ham bu egallab olgan xalqning mol-mulk, ziminlarini o'z ahliga qaytarishga buyurdi. Bu tarafı nihayetde alqışlashga tegishli tarafi bu podshoning. Mush yilning o'zida, ya'ni 37-yili, 237-yili Asqalonda bir o't paydo bo'lib, shu yerdagi uylarni, ziraat bog' varallarni ko'ydirib tashladi. Bu kechining 3dan 1gacha, ya'ni soat 11, 12gacha ko'ydida bu o't. Ondan to'xtagan dedi. Asqalon hozir İsrailiyaning kontrolligida, Asqalon viloyati. 237-yilning o'zida Imom Ahmad ibn Hanbalni o'rdaga chaqirdi bu odam. Imom Ahmad mangda endi bir ish ko'rishish uchun, lekin ikkisi bir chiqishammagan. Chiqishamay endi o'rdada bolasi Mu'taz billah xalif bo'lgan vaqtda shuning qishig'i kirdi endi. Bu odam İmam Ahmed bir hürmetleş, qadrlash maqsad qilgan. 238-yil bo'lgan vaqtida Rimliklar Damiyatni egallab olib, bu yerda bulan-talan qilib, shaharni ko'ydirib, 600 ayolni asirga olib, bular dengizda qochib ketdi. 240-yil bo'lgan vaqtida osmonning qap o'ttirdi, qattiq bir ovoz ağlandı dedi. Bunu xilatlıqlar anlattı. Xilat 11 şehir. Bu hazırki Türkiye'ninki Van ülkesiga yakın joylarni gösterdi. Bu tüpeyli nurgun adamlar ölgen. Şu yılni hem Irak'ta to'qinin tuxumidek möldir tushgan dedi. Mag'ribda hazırki Marrakesh, Tunis, Moritaniya mush tarafdan burun Mag'ribda edi. Hozir 3-4 davlatga bo'linib ketdi. Bu yerda 13 yeza yer yutib ketgan, yo'qolib ketgan. Qumburanning ostida qilib degandek. 241-yil bo'lgan vaqtida osmondagi yulduzlar o'zining joyida jim turmay, shu kechidagi chiketkidek pulanishib u ham bu yoqqa chechilib, bu bo'lib boqmagan nayt bir oromsiz bir avval yuz bergan dedi. Bu shu tarixda bo'lgan muhim voqealiklarni ko'rsatdi buningda. Mutevekkil Allah'nınki devirde yüz bergen acayibat ve garayibatlardan 242-yili Qomis ve Qomis'in atrafındaki yezi qishloqlarda ig'ir yata bergan. Bu mazirki İran'nınki şu tağlık şehirlerinki biri to'g'ri keldi. Azerbaycan mush taraflarda. Anda Ray, Jorjan, Nishapur, Tabariston, Asbahan mush tarafda qattiq ig'ir yata bergan. Tağlar parchalanib tushib ketgan. Zemin yerilib ketgan dedi. Odam shu yerilib ketgan yiroqqa kirib patqidak holatda yo'g'on. Yerilib ketgan. Hatta Suvayda dedigan bir yezi kanat bo'lib, bu Misr tarafda bu hamda osmondan ashunga bir tosh tushgan dedi. Bu tushgan toshninki ig'irligi 10 ratil keldi. Yani 10 kilo degandek bir gap. Shuning yiqiroq keldigan, unda tuvarak. Yemendeki bir tağ gömdürüp çöp. Hem de tağının töpüde dehqonchilik qiladi. O dehqonchilik bog' boshqa odamninki dehqonchilik qiladigan ziroatlarga qo'shilib ketgan. Bu maktabda yuz bergan muhim voqealik ekan. Halepda hamda Suriyaning Halep shahri
Ramazan vaqtida bir oq qush paydo bo'lgan. Do'nar rahmat degani shu paysiz degan gap. Jonlari yo'q degan mazmundagi gapda. Bumi shu odamlar shuni bir xil ensirgan. Shu qush hamda vaqirab, ey xaloyiq Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar deb 40 ovoz to'lib ondan uchib ketgan. Ertasi kelib yana shunday qilgan. Mushni hamda shu vaqtdagi pochtakesh Bag'dodda podshoh avatib xat yozgan. Mush ovozni anglaganligiga 500 odamning guvohlikni olgan dedi. Vallohu a'lam. 500 odam guvohlik bergan emas ekan hamda. 242-yil bo'lgan vaqtida Basradan İbrahim ibn Mutahhar al-Katib degan odam haj qilgan. Ay tugila so'raydigan tugi harusida. Xalqlar bundan hayron qolgan dedi. Bu harular Türklarda, Türkiye qavmlarda İslamiyatdan burun mashhur bo'lgan bilan, ammo bu arablarda harular yo'q, harular ish qildigan ishlar. Balkim bu ayni vaqtdagi Abbasiylar davridagi turklarniki yasagan bir qurol bo'lishi mumkin harular. 243-yil bo'lgan vaqtida hijriyaning Mutawakkil Damashqqa kelib, Damashqni yaxshi ko'rib qoldi-da. Damashqning Dariya degan bir kichik bir yersi bor Damashqqa yaqin. Bu yerda cho'ng bir saroy, qasr sappada. Bu yerda shu turma deb niyat qilgan Yazid ibn Muhammad al-Mahlabi mundaq dedi bu yerda. She'r bu. Bu Şamlıqlar Iroqliklarni tillaydi. Navada bu xalifam bu Shamni tashlab keyin ketmoqchi bo'lsa, Iroqdagilarni tashlab qo'ysangiz, xuddi bir chiroyli bir go'zal xotin taloq bilan bir vayron bo'lgandek bir degan bir she'r bu. Shuning bilan bu odam keyin o'ylab 2-3 oydan keyin qaytib ketgan dedi. Bu she'r orqali yaxshi maslahatni bergan ekan. Bu Shamliqlar ayni vaqtda Umaviylarni bek yaxshi ko'radi. Hamda bir podshohniki asosiy qo'llig'ichisi nadi ko'p bo'lsa, poytaxt tushadi bo'ladi ayni vaqtda. Iroq Abbasiylarning kuchab yo'lab chiqargan bir joy. Iroq asosiy cho'ng bir markaz, bir poytaxt azaldan. Bu o'zing qo'llig'ichilarini tashlab Shamga inib kelsa, cho'qim bu keyin bir dushmanlik paydo bo'lib qoladi. Hem bu Şamlıqlar Iroqliklarni bek yaxshi ko'rib ketmaydi burun. Bizningki davlatimizni vayron qilgan deb. Bu maslahat nayt yaxshi berilgan maslahat ekan. Ibn Sakitni o'ltirish voqeasi ham. Ibn Sakit degan shu Abbasiylar davriga nayt dangliq tilshunos. Eng bilimdan odamlarning biri. 244-yil bo'lgan vaqtida Mutawakkil Yaqub ibn Sakit degan Arab tilshunosligining, Arab tili grammatikasining bosh peshvosini o'ltirdi. Asli uni bolalarga Arab tili o'rgatish uchun chaqirgan ekan bu odam. Ibn Sakitni. Mutawakkil bir kuni o'ziniki Mu'taz va Muayyad ismli ikki bolasi borda. Qarab bir xil zo'q bilan qarabdi-da, Ibn Sakitga mundaq debdi. Sen kimni yaxshi ko'rsan? Hasan Husaynni yaxshi ko'ramsa, yoki men o'g'limni yaxshi ko'ramsa deb savol qo'yapti. Bu payg'ambarimizning qizining bolasi, payg'ambarimiz bunga guvohlik bergan, shahodat bergan, jannat ahlining peshvosi degan bir ikki bola bu Hasan Husayn degan. Albatta bu fazilatli, buni albatta hammamiz yaxshi ko'ramiz. Payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan muhabbat tufaylidan yaxshi ko'ramiz. Payg'ambarimizning bahisi bilan yaxshi ko'ramiz. Ammo ham o'zining ikki bolasini o Resulullah'ın nevrisi balası bilen tenqilish bu miltiq bilan aslında silishtirgan o'xshash bir masala bu. Hem Ibn Sakitdan sal ochiq kelib g'urur qo'zg'algan bo'lsa kerak. Qambar o ikkisidan yaxshi debdi. Qambar degani hamda Ali roziyallohu anhuning bir ozodgardisi, Ali roziyallohu anhuning xizmatini qilgan bir odam. Payg'ambarimizning oilasida cho'ng bo'lganda mesela. Bunda degani hamda mutawakkillikni ig'i kelgan bo'lsa kerak, darhol turklarni
o'ltirolman deb turklar qo'sqiq dastlab o'tirayotgan bunda. Ba'zi deyilishcha buni tilni sug'urib olgan deydi. O'g'liga deytini avat berdi. O'tirib bo'lib deytini. Yani vizitörü berdi o ötürüvetse. Şunu evet bergen. Mutevekkil nasibi edi deydi. Yani şu Ali Rezallahu anh cemaatini yaman ko'rdigan bir qidikka adabkanda bu. 245-yil bo'lgan vaqtida butun dunyoni yatabrash qoplab ketdi. Shahar, qo'rg'onlar, ko'riklar buzildi. Antakiyadagi bir tog' dengizga tushib ketdi. Antakiya hozir Turkiyada. Osmondan nayt qo'rqinchli ovozlar anglangan. Misrda yatavergan. Misrningki Bulbeys degan shahardagi bu aholilar qo'rqinchli varanchuron anglagan ekan. Shuning bilan bu Bulbeysniki nurg'un odamlar o'lib ketgan. Makkaning buloqlari, quduqlari qurib ketgan. Mutawakkil hamda Arpatdan Makkaga suv mang'izish uchun 100 ming dinar pul avatgan deydi. Ashton quduq qo'lab Makkaning suv masalasini hal qilgan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.